Assalomu alaykum barchaga va Nevroz TV kanali tinglovchilariga. Yaxshimisizlar o'rtoqlar? Kuninglar yaxshi o'tyaptimi? Xo'p, biz uzoq tanaffusdan so'ng yana ish faoliyatimizni boshladik o'rtoqlar. Xabaringlar bor, mana shu 2025-yil mart oyidan bu yog'iga yangi videolar chiqarmay qo'ygandik va xudo xolasa endi mana yana ish faoliyatimizni boshladik. Ozgina o'zimni ishlarim ko'payib ketganligi uchun to'g'risi umuman ijtimoiy tarmoqlarda ko'rinmay ketgandik biz va ko'pchilik bizni bo'ldi endi bu inson yo'q bo'lib ketdi, endi chiqmasa kerak deb o'ylagan bo'lishi mumkin. Yo'q, xudo xolasa hali endi mana 2025-yil tugayapti, 2026-yildan bundanda zo'r planlarimiz bor xudo xolasa. Va bugun sizlarga ajoyib mavzu haqida gapirib bermoqchiman. Oldingi videolarda faqat nevroz, qo'rquv, vahima haqida edi. Bugun boshqacha sal. Chunki xabaringlar bor, kecha 17-dekabrda o'zimizda mana Samarqandda bo'lib o'tgan oflayn sog'liqqa bag'ishlangan vebinarda o'zim ham ishtirok etdim va u yerda ko'p narsalarni men o'zim uchun o'rgandim va o'shani sizlar bilan bugun bo'lishmoqchiman o'rtoqlar. Ko'pchilik inson hozir mana shu nevroz, qo'rquv, vahima, xavotirda yurgan insonlar shunaqa bir noshukur bo'lib qolishganda. Mana misol deylik, mana sizlarga konkret tushuntirib bermoqchiman. Oddiy telefon deylik, mana shu telefon. Biz buni qanday yaxshi ko'ramiz-da, misol qadrlab mana chexollar qo'yamiz. Bu misol oddiy knopchli telefon. Misol o'sha sensorli telefonlarni, misol iPhone, boshqa har xil telefonlarni qanaqa qadrli-da biz uchun telefonimiz, to'g'rimi? Chexol qo'yib betiga steklo o'sha zashtniklar qo'yamiz, sinmasin, qirilmasin deb. Lekin o'zimizning mana shu sog'lig'imiz, o'zimizning sog'lig'imiz u darajada qadriga yetmaymiz. Bilasizlarmi nimaga? Chunki sog'liqni bizga Alloh taolo bergan. Xudo bergan. O'shaning uchun qadriga yetmaymiz. Qachonki uni yo'qotsak qadriga yetamiz. Ungacha yo'q. Misol tishimiz sal og'rib qolsa ham, ertaga misol ish kunimiz bo'lsa, davlat ishida ishlaydiganlar bo'lsa, ha bitta dori qo'yadi, boshqa qiladi, ketadi. To'g'risi-da. Birinchi bo'lib stomatologga bormaydi, u kami 90% inson ishiga ketadi, ha buguncha amallab turay, boshqa kun xo'jayindan ruxsat olaman, boshqa qilaman, keyin boraman doktorga deydi. Yo o'yligim tushishi bilan boraman deb o'zimiz aldaymiz. Lekin mana shu telefonimiz misol deylik, telefonim shunday tushib ketib ekrani sinsin, biz o'zimizni yomon his qilamiz. Nimaga? Chunki biz bunga bog'lanib qolgan, buni qadrlab, buni juda yaxshi ko'ramiz. Bu misol nimadir bo'lib qolsa, busiz biz yasholmaymiz. Internetsiz, telefonsiz hayot biz uchun yo'q. Tushunyapsizlarmi? Nima deydi? Как бы telefonsiz nima biz uchun hayot yo'q. Men shunaqa insonlarni bilaman-da, ko'p joyga safarga, sayohatlarga chiqqanmiz. Pravasini esdan chiqarib uyda qoldirsa, yarim yo'lga borganda esiga tushsa, "Ha, Allohga tavakkal, bir gap bo'lar, ketdik" deydi. Ushlasa, ushladi, bo'lmasa o'tib ketamiz, bo'ldi deb Allohga tavakkal deydi, qo'yadi. Lekin telefonni adashtirib, shu telefonni mana shu matohi uyda qoldirsin, yarim yo'ldan bo'lsa ham qaytib kelib olib ketadi. Tushunyapsizlarmi? Chunki bu telefon. Men nimaga mavzuni boshlanishini bunaqa telefon yo boshqa shunaqa mavzu bilan boshladim? Sababi bizda insonlar noshukur bo'lib ketishyapti. Bu realniy haqiqat. Mana sizda nevroz bor, sizda qo'rquv, vahima bor, sizda xavotir bor. Lekin siz eshityapsiz, siz ko'ryapsiz, siz tafakkur qilyapsiz. Ozgina shukr qilishni bilish kerak. Lekin sizdan ahvoli og'irroq insonlar bor. Tushunyapsizlarmi? Bir joyda yotib qolgan insonlar bor. Lekin o'sha insonlar ham paytida qadriga yetishmagan o'sha sog'liqni. Inson qachon sog'liqni qadriga yetadi bilasizlarmi? Inson qachon sog'liqni yo'qotganda qadriga yetadi. Bu misol bizga bo'layotgan narsa, sal bir joyimiz og'rib qoldi, bu signal bu. Bo'ldi, sen uje borishing kerak, davolanishing kerak deyapti. Biz e'tibor bermaymiz. Biz yuraveramiz. Tushunyapsizlarmi? Bu nevroz, qo'rquv, vahima, xavotir degani siz kasalsiz degani emas. Siz o'sha narsani ustida ishlab, ya'ni xarakteringiz ustida ishlab shu narsani to'g'rilash degani. Ya'ni bu nevroz, qanaqadir qo'rquv, vahima bilan inson o'lib qolmaydi hayotda. Yashayveradi, faqat insonni yaxshi yashatmaydi bu narsa. Tushunyapsizlarmi? Yaxshi yasholmaysizlar. Qanaqadir bir zulmat ostida yashaganday bo'lasiz, zulmatga tushib qolasizlar.
O'shaning uchun sizlar buni jiddiy kasallik deb qabul qilgansizlar. Meni ham ko'p pulim bo'lganda zo'r doktorlarga borib davolanardim, yaxshi bo'lib ketardim. Boshqa yo'q. Sizlar o'zingizlar harakat qilib, o'zingizlarning ustingizda ishlab, o'zingizlar tafakkur qilmaguningizcha hech qanaqa qimmat doktorlarga borganinglar bilan foydasi yo'q. Bu realniy bu. Chunki men ko'p insonlarni bilaman-da. Hozir internetda chiqayotgan o'sha tabib ham chiqib kelyapti, boshqasi ham nevrozni 15 daqiqada tuzatdim degan videolar chiqib kelyapti, o'shalarga ishonyapti. Reklamalarga. Hozirgi kunda bu mana o'sha gapim. Reklama bu katta tuzoq. Bu haqiqat. Endi bunga qancha inson qo'shiladi, qanchalik inson qo'shilmaydi bilmadim. Lekin reklama hozirgi kunda katta tuzoq. Shunaqalar ko'payib ketyapti hozir. Bitta silab qo'y, bo'ldi, qandaysiz, yaxshimisiz desam, bo'ldi, yaxshi bo'lib qoldim deyapti. Endi avvalambor ixlos. Balkim u 100 tadan bitta insonga ta'sir qilishi mumkin. Misol oddiy cho'pga ixlos qilsa ham inson tuzalib ketishi mumkin. Lekin bu nevroz, qo'rquv, vahimani qanaqadir bitta silab qo'yish bilan yo ikki og'iz ertaga aytib yo qanaqadir tabletka bilan u davolab bo'lmaydi, uni iloji ham yo'q. Bu haqiqat. Menga juda ko'pchilik insonlar yozishadi. Aka deydi, shunaqasini eshitdim deydi, bu nevroz eskichadan bo'lar ekan deydi. Kimdir bizni sehr qilsa shunaqa bo'lar ekan deydi. To'g'ri, eskicha bor, sehr qilish bor. Unaqa narsalar bizda bor, oldindan bo'lgan. Lekin u qo'rquv, vahima, xavotir u boshqa narsa u nevrozdagi. Tushunyapsizlarmi? Sizlar как бы o'zingizlar tanimaysizlar-da, kim nima desa o'shani qilib ketaverasizlar. Misol hozir men internetga chiqib, yo bitta patsientni chaqirib yonimga bitta video uchun kelib, bitta shu video qilib chiqaraylik, shu xalqni aldaylik deb misol chaqirib, mana shu inson 20 oylik nevrozdan 15 daqiqada tuzaldi. Qanday tuzaldingiz? Hamma Muzaffar bitta silab qo'ydi, uni tuzaldi deb shunaqa video qilib chiqarsak bo'ldi. Hamma keyin men oldimga ya'ni yo'g'ilib keladi. Tushunyapsizlarmi? Bu inson bitta silab qo'yib tuzatdi desa bo'ldi, hamma inson yo'g'ilib keladi. Lekin uning iloji yo'q. Bu imkonsiz narsa. Tushunyapsizlarmi? Ya misol bitta inson yana chiqib internetga, shu ijtimoiy tarmoqlarga. Deylik, men shu folbinga bordim, eskichadan ekan bu nevroz, qo'rquv, vahima shu narsani qildim, men tuzaldim desa bo'ldi, hamma inson o'sha yoqqa chopadi. Nimaga? Sizlar o'zi nevroz, qo'rquv, vahima, xavotirdan tuzalmasliginglarning asl sababini bilasizlarmi? Sizlarni qilayotgan harakatinglar noto'g'ri. Sizlar nevrozdan qutulishga harakat qilyapsizlar. Undan, ya'ni uni tushunishga emas. Nevrozni, ya'ni mana sizlarga meni konkret o'sha tekin maslahatim, nevrozdan qutulaman degan inson hech qachon qutula olmaydi. Nevrozni tushunish kerak, uni boricha qabul qilish kerak. O'shanda inson tuzaladi. Nevrozni tushunib boricha qabul qila olmagan inson hech qachon tuzala olmaydi. Chunki sizlar o'zingizlarni boringlarcha qabul qila olmayapsizlar. O'shani hisobiga sizlar tuzalmayapsizlar. O'sha inson o'zini, ya'ni o'sha o'zini xarakterini boricha qabul qilishi kerak. Yo'q, sizlar qabul qilmaysizlar. Sizlar qanaqadir vrachlarga borasizlar, qanaqadir meditsinaga borasizlar, qanaqadir jinnixonalarga borib yotib kelasizlar, ukol dori olasizlar, lekin foydasi yo'q. Chunki sizlar qutulishga harakat qilyapsizlar. Sizlar o'zingizlarga savol berishinglar kerak. O'zi bu nimaga menda bo'lyapti? Shuncha odam mana yuribdi ko'chalarda, mazza qilib sayohatlarda, chet davlatlarda, boshqa nimaga men o'sha insonlardek bo'la olmayman? Nimaga men tafakkur qila olmayman? Nimaga men qo'rqyapman? O'zi bu nevroz, qo'rquv, vahima bormi? Yo men o'zim qo'rqityapman? Men nimaga bu narsadan qo'rqishim kerak ekan deb o'zingizlar savol berishinglar kerak. Yo sizlar u narsani qilmaysizlar. Men bekorga bunaqa jon kuydirib gapirmayman. Sizlar bu narsani qilmaysizlar-da. Sizlar eskichaga borasizlar, folbinga, mullaga, eshonga, taqsirga, kimlarga borib, bekorga aldanib, pulinglarni yo'q qilib yuribsizlar. Tushunyapsizlarmi, hurmatli aka-ukalar, opa-singillar? Har qanaqa reklamalarga, qanaqadir gruppalarga, Telegramdagi kanallarga ulanib bo'lib, bekorga aldanib, o'zingizlar qiynaganinglar qoladi. Как bitta insonni eshityapsizlar, bo'ldi, o'sha inson sizlarga ma'qul keldimi, o'sha bilan ishlash kerak. Bu gapim bilan men o'zimni reklama qilmayapman, yo men kimnidir nimagadir da'vat qilmayapman. Prosta meni video qilib chiqishimdan maqsad men insonlarga ichim achigandan gapiryapman. Chunki ko'payib ketyapti bunaqa soxta mutaxassislar.
ular aldanib qo'lyapti, bekorga puli ketyapti, aldanib qo'lyapti-da, keyin hech kimga ishonmay qo'yishyapti. Bularning hammasi yolg'onchi, hammasi moshennik deb o'sha misol yaxshi mutaxassislar bor, psixoterapevtlar, psixiatr, vrachlar yaxshilari bor, lekin o'shalarni ham nomi qoraga chiqib qolyapti. Chunki bunaqa moshenniklarni ko'rganda ishonmaydi, og'zi kuygan qatiqni ham puflab ichadi. Bitta o'shanaqa moshennikka boryapti, aldanyapti, bo'ldi, qo'pol qilib gapirganda, bularning hammasi bir go'r, maqsad pul deydi. Bular bekor bizga yordam berishmaydi deydi. Tushunyapsizlarmi? O'shaning uchun men o'zimni reklama qilmayman, yo men bilan ishlanglar, menga faqat ishoninglar, men aytganimni qilinglar demayman. Men hech kimni hech qayoqqa da'vat qilmayman. Prosta insonlarning o'zi biladi, kim qanaqa mutaxassis, kim bilan ishlash kerak, kimdan maslahat so'rash kerakligini insonlarning o'zi juda yaxshi bilishadi. O'shaning uchun o'zingizlarga yoqqan bitta inson bilan ishlasanglar, konkret sizlarga yordam beradi. Mana shu videolarni ham, mani videomni ko'ryapsizmi? O'sha narsani siz hayotingizga tatbiq qilsangiz, siz albatta tuzalib ketasiz. 100% bu nevroz, qo'rquv, vahima, xavotirdan tafakkur qilib, o'zini ustida ishlagan inson, harakat qilgan inson 100% men javob berib aytaman, tuzaladi. Hali men nevrozdan butun umr qolib ketdim, yo nevroz, qo'rquv, vahima, xavotirdan o'lib qoldim degan insonni eshitmadim. Bu taqdiri azal. Men peshonada 100 yil yashash yozilgan bo'lsa, 100 yil ham inson yashay oladi. Prosta bu qo'rquv, vahima, xavotir sizlarga nima deydi, bir taskinlik bermaydi. Yaxshi yasholmaysizlar. Sizlarni halovatinglarni olib qo'ygan har qadamda. Misol mana ko'chaga chiqmoqchimisiz, birdan o'sha signal keladi. O'sha miyani o'zi himoyalash mexanizatsiya ishga tushib ketadi-da, endi chiqmoqchisizlar, lekin birdan yolg'iz chiqma, to'xta deydi. Falonchi to'xta. Hozir sen ko'chaga chiqib qolsang, chiqsang, misol yiqilib qolsangchi, yo o'lib qolsangchi, yo bir narsa bo'lib qolsangchi. Tushunyapsizlarmi? Bir narsa bo'lib qolsangchi. Keyin o'sha sizlar o'zinglarni o'zinglar qo'rqitishni boshlaysiz. To'g'ri. Hozir chiqsam, yiqilib qolsam, hamma meni ustimdan kulsachi. Va hokazo. Kimdir qabristonga borishga qo'rqadi, kimdir to'ylarga borishga qo'rqadi, o'sha kolonkani ovozi baland chiqadi-yu, qanaqadir ularga yomon ta'sir qiladi. Kimdir misol uyda yolg'iz qolishdan qo'rqadi. Hammada har xil fobiya, misol agrofobiya, satsofobiya, boshqa fobiyani turi ko'p. Shunaqa fobiya bo'lib qolgan. Yana kimdirlarda oker, oker boshqa mavzu alohida. Hammada har xil simptom. Bu nevrozning mingta, millionta simptomi bor. Kimdadir og'riqli kechadi, kimdadir og'riqsiz kechadi. Hammada har xil bu. Bitta narsani men ishonch bilan sizlarga ayta olaman, nevrozdagi simptomlarni hech qanaqa tabletka bilan davolay olmaysizlar. Uni ozgina kamaytirishi mumkin, lekin batamom davolay bo'lmaydi. Tushunyapsizlarmi? Uni faqat yagona yo'li shu psixoterapiya yo'li bilan, ya'ni mutaxassisning maslahatlari yordami bilan davolasanglar bo'ladi. Boshqa qanaqadir dori-ko'l yordam bermaydi. Nabarot, 50% insonga tabletka yaxshi qilsa, 50% nabarot qiladi. Qo'rquv vahimasini kuchaytirib qaytalab taylaydi. Oyoq qo'llari qaltirab qolib, bo'shashib, neto ta'sir qiladi. Bu antipsixiotik yoki antidepressantlar hammaga ham zo'r ta'sir qilmaydi. Misol sizning organizmingiz boshqa, meni organizmim boshqa. Misol menga zo'r ta'sir qil degani sizga yaxshi ta'sir qiladi degani emas. Shu narsani ham bilib olinglar o'rtoqlar. Xullas, qisqa va lo'nda gapim mana shu edi o'rtoqlar. Endi gapirsak gap ko'p. Hali keyingi videolarda bundan-da uzunroq leksiya qilaman, xudo xolasa. 2026-yil planlar hali katta. Kuzatishda davom etinglar. Bundan-da zo'r videolar hali sizlarning oldinda kutib turibdi. Mana shu gap o'rtoqlar. Mana shu videoni ko'ringlar, qayta-qayta ko'ringlar, hayotingizga tatbiq qilinglar. Faqat shunchaki ko'rib qo'ymanglar, o'sha narsani hayotingizga tatbiq qilinglar. Mana bu olayotgan biliminglarni o'zingizlarning hayotingizga tatbiq qilinglar. O'zingizlarga o'zingizlar savol beringlar. Ko'proq o'zingizlar bilan gaplashinglar. Bitta xonaga kirib olib, yolg'iz qolib, o'zingizlar bilan o'zingizlar gaplashinglar. Tafakkur qilinglar. Men juda bu narsani ko'p aytaman. Tafakkur qilgan inson boshiga qanaqa sinov, musibat kelmasin, yengib o'ta oladi. Tafakkur qilgan inson hech qachon yengilmaydi. Bu haqiqat. Mana shu gap o'rtoqlar. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar, yaxshi kunlarda ko'rishaylik. Hammaga rahmat e'tibor uchun.